Azotni bilgan biladi aka-ukalar. Mana trekker mashinasiga azot urib beryapmiz. Xudo xolasa nomerni eslab qolasizlar. Effekti bilingandan keyin o'zlaridan biroz so'raymiz. Effekt bormi, yo'qmi? Klientimiz o'zlari yurib keldilar. Yoshlari katta odam. Mana real bormi, yo'qmi aytasiz. Assalomu alaykum. Aka, qalay bo'ldi? Zo'r. O'zgardimi? O'zgardi. 100% o'zgardi. 100% o'zgardi. Aka, men shunaqa taklif bildirdim. Agar azot urasiz, o'zgarmasa tekin dedim. To'ppa-to'g'ri. O'zgar. Aka, kimga Noboda azot xizmatlari kerak bo'lsa, ayniqsa trekker mashinasini haydab yuradi, ozgina joski bo'lib qoladi. Trekker haydab yurgan aka-ukalar bemalol kelib azot urdiringlar. Yoz, kuz, qish, bahor fasl tanlamaydi. Temperaturani ushlaydi, balon yumshoqligini ancha ushlab beradi. Nomerda eslab qolasizlar, ko'cha-kuyda bemalol so'ranglar, effekt bormi, yo'qmi. Buni kelishilib olinmagan, o'zlaridagi ashyolarni aytdilar.